Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi navbatdagi tarozimiz 1-mart Qirg'iziston Respublikasi Batkenskiy oblastga kelib tarozi yasab ko'rsatib berib ketyapmiz 2 yil garantiyasi bilan. Mana shu akamiz biz bilan hamkorlikda ishlamoqchi bo'lishdi, ishlashni boshlashdi. Qirg'iziston Respublikasi bo'yicha tarozi yasash xizmati kerak bo'lsa, akamizga murojaatga chiqishlari mumkin. Aka, qayerdandingiz? Aydarkandan. Shu bir og'iz obunachilarga tushuntirib ketsangiz, qayerlargacha tarozi yetkazib bera olasiz? Butun Qirg'iziston bo'ylab tarozilar yetkazib beradilar, xudo xohlasa. Endi qirg'izistonliklar ham nima deydi, dastlabki xizmati qimmatga tushib ketayotgandi. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qirg'izistonning narxida, tem bo'ylab o'zimizni O'zbekiston narxida qilib chiqarib yetkazib beramiz 2 yil garantiyasi bilan. Bu bitmagan holati. Kraska qilishadi akani o'zlari, taxta yoki les qo'yishadi. Mana xudo xohlasa bu tarozimizni razmeri uzunligi 2 metr, eniga 1 metr, 2 yil garantiyasi bilan mana qotib turgan kallalar bilan chiqarib beryapmiz. Kimgadir shunaqa tarozilar xizmati kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. O'zbekiston bo'ylab, deyarli O'rta Osiyo bo'ylab chiqarib berish xizmatimiz bor. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat.